Opa Fınlanda Gauchi Chan Kuangbiao bu televizyon teatrda qaysi personajni sizlar hammadan bak yoqtirdinglar. Men demsam uqdinglar faqat mana shu Dasao. Shunaqo burun Dago kim tagsa shu Dasao bo'ldi. Dasao nali xal Dago zuychido. Mushundaq deb shundaqmi? Lekin endi o'g'a vaqtida bu yerga Dasao kimni tanlasa, kim bilan to'y qilsa shu Dago ataldi. Qaranglar, ma Dasao burunqi Dasaolar o'xshamaydi. Yani bu oddiy bir yaymada beliq satadigan bir beliqchi Gauchichangni eşiq akagandan keyin buningga qandoq kiyim kiyish, qandoq yurishtirish, qandoq muomala qilish, hatto qandoq menish, qandoq o'ltirishdan tortib hammani o'g'itib boshliqchilik bir odamga aylantirib qo'ydi. Shunaqo er kishi mangu cho'ng'olmaydigan bir kichik bola deydi. Şuna er kishi o'zining kayinda mangu bir ayol kishining turib berishiga muhtoj. Şuna yeni kelin nindaymiz, Shin Yang deymiz. Yani Shin'din Yang, yeni abba deydi. Film yaptığın dostlar bir tane haqsiz yurganlar aymanlar. Rahmat. Burunqa apsi qeyridi. Endi bununla yeni sanqçı bir yaş apı gerek. Bu er shundaq o'zi ko'ngil bildigan, itaklaydigan, rag'batlantiradigan, ayaydigan shundaq bir yeni bir aniq muhtoj deydi. Shunaqo shunga bu yerda Shinyang deb atadi. Bikadimga atılıb qolgan gap emas bu. Shunga nimishqa ko'pincha erlar xotunaga vaqtda o'zining opisiga o'xshib ketadigan, yiqiriq kelgan bir ayolni ep qilishlik yeni bir sababmi? Mushada. Shunga burunqilarlik o'zi pishqarroq tajribasi va bir ayolni ol deyishki sababmi? Mushundaq bir davlisi var. Masalan, Savsov qarab baqayli. Savsov hadislar xalqning xotunini gül deb turdi. Yeni qiz jo'qalar emas. Shunaq bu. Endi nimishqa? Chunki bu xalqning shu xotunini akib olgandan keyin, masalan, Yuan Shaoning, Liu Biaoning xotunlarini akagandan keyin uning tajribalarini to'liq egallaydi. U nimishqa mag'lub bo'ldi. Uning qanday bir kamchiliklari bordi. Buning hammasini eli ayol kishi g'aybat qilib bir başdan chuqum deb turdi. Shunaqo Savsov bu yer undaq bir xotin kam, undaq kalva emas. Chunki buning mundaq bir o'g'in bo'lgan bir yeri va buni burulu tunib ketgan. Qarsanglar Savsov o'zining cho'ng xotinini nihoyat yaxshi ko'rdi. Shuningdan bo'lganlar 3-4 balasi va uningdan keyin akvagan bunda xalqning xotinini xotin qilgandan keyin ularda balliq bo'lmagan. Bundaq bir hikmat var mı ya da? Bunda 4 adam emas bu Savsov. Qaranglar, Amerikadagi bir qatimliq ziyoratda Hillary Clinton'ni bir muxbir ziyorat qilib, siz nihoyat ta'laylikkansiz. Mana shu Clintonga xotin bo'lib, Amerikadagi birinchi xonim, mana shu Clintonning ayoliga aylandingiz degan vaqtda bu mening ta'lim emas, amaliyotda bu Clintonning ta'limi. Men buningga tegmay, navbat sizga tekkan bo'lsam, siz bugun Amerikaning Clinton'ingiz deydi. Qaranglar men gapni. Şuna muvaffaqiyat qozongan bir erning kayinda yaxshi bir qobiliyatli bir ayol bor deydi. Men ko'zni yoqtirib qoldinglar-ku deyman. Men nihoyat yoqtirdim bu Dasao ko'zni. Endi buni yoqtirmasanlar, mana shu Kuangbiao'ningki filmidagi mana shu rasmlar tushirilgan Mali Gauchichangning va yoki Laomo'ning Gausu Laomo o'shan kishi yuylar, shunami? Opa Fınlanda yoki Fınlang yuyda yuy degan ma'nodagi narsalar tushirilgan yaxshi ko'zlar bor. Mayli olma telefonlar yoki boshqa telefonlarning hammasini xollari. Ba'zi 15 qo'y kras ichida. Yoqtirgan do'stlar, menga siz uchun qilinglar yoki shu cho'ng kirib setib olsanglar bo'ldi. Keyingi qismdagi mazmun texnik nodir. Meni go'nju qilishni qolmang.